Assalomu alaykum. Bugungi videoda biz sizlar bilan trigonometriyaga kirish qilamiz. Trigonometriya uchburchak burchaklarning qo'llanishini o'rganuvchi bo'limdir. Burchaklar graduslarda o'lchaniladi. Agar aylanada boshlang'ich nuqta 0 ga teng bo'lsa, uni bir marta to'liq aylanib chiqish 360 gradusga teng bo'ladi. 360 gradus deyilishining sababi qadimda Yerning Quyosh atrofida aylanib chiqishiga ketgan vaqt, ya'ni 360 kunligidir. Gradus o'lchov birligining son ko'rinishdagi ifodasi radian deyiladi. Masalan, 180 gradus taxminan 3,14 ga teng. Matematiklar bu qiymatni lotincha pi harfi bilan belgilashadi. Bu boshqa gradus qiymatlarini radianlarda ifodalash uchun qulay. Graduslarni radianga o'girish formulasi esa quyidagicha. Sinus alfa. Sinus funksiyasi o'zi nima uchun kerak? Qadimgi matematiklar uchburchak yuzasini ikki tomon va ular orasidagi burchak orqali ifodalash mumkinligini payqab qolishadi. Lekin ular burchak gradusini tomonlarga bog'lay olishmaydi va ular shu muammoni yechadigan funksiya o'ylab topishadi. Keyinchalik bu funksiya sinus deb nom oladi. Sinus funksiyasining asl ko'rinishi quyidagicha. Grafiki esa quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Sinus qiymatlarini to'g'ridan to'g'ri topish biroz qiyin masala. Lekin uning ba'zi qiymatlarini aytishimiz mumkin. Sizlar bilan fraktal bo'ldingizlar. E'tibor uchun rahmat.